Nimaga odamlar o'zi oddiy narsalarni ham kattalashtirib yuboradi? Bu o'ziga bo'lgan ishonchsizlik emas. Bu ortiqcha his qilishdir. Tashqaridan qaraganda oddiy bir holat, kimdir bilan gaplashish, bir tabassum, oddiy bir suhbat, lekin kimnidir ichida shu payt butun boshli ssenariy boshlanadi. Kim u? Nimaga bunaqa qaradi? Balki u mendan yaxshiroqdir. Aynan shu payt ichida ishonchsizlik paydo bo'ladi. Buni odamlar o'zi o'ylab topmaydi. Ular chuqurroq his qiladi. Ular e'tiborda boshqacha sezadi. Hattoki mayda-mayda detallarni ham o'tkazib yubormaydi. Biroz sovuq javob, biroz kechikkan xabar va bir oz o'zgargan ohang. Boshqalar uchun bu hech narsa, ular uchun bu juda muhim signal. Chunki qanchalik ko'p his qilsa, shunchalik ko'p yo'qotishdan qo'rqadi. Aynan shu qo'rquv ichki tinchlikni buzadi. Shuning uchun buni ortiqcha rashq yoki dramatizatsiya deb o'ylamang. Ba'zida bu tinch bo'la olmaydigan sevgidir. Agarda bu holat sizda ham kuzatilayotgan bo'lsa, kommentariyada men so'zni yozib qoldiring va men sizga Borliq bu sensan nomli Telegram sahifamning linkini yuboraman. U yerda aynan shunaqa global mavzularda har hafta biz gaplashamiz. Undan tashqari meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.